Mana shu bolani unitazni trubasida embrion holatda o'ligini topishgan. 28-fevral 1989-yil ustoz ayollar hojatxonasidan unitazi ichida oyoq kiyim ko'rib qoladi. Sekin yaqinlashib qarasa, u yerda inson oyog'ini ko'radi. Qo'rqib ketib, srazu politsiyaga qo'ng'iroq qiladi. Militsiyalar kelganda shokka tushadi, qanday qilib bunaqa trubaga tushib qolish mumkin deb. Bolani birinchi kimligini aniqlash olmaydi, chunki o'zingizlar bilasizlar, unitazida nimalar bor. Uni yuvib, kimligini, shaxsini aniqlashadi. Bu bola 26 yoshli Nobuyuki Agina edi. U uyidan ishlar bilan chiqib ketib, bedarak yo'qolgan va keyinchalik uni o'sha unitazni trubasida topishgan. Eng qizig'i, bola qatdan unaqa trubaga kirib qolganini hech kim bilmaydi, chunki u truba u bolani jussasidan kichkinaroq bo'ladi. Juda ham unaqa kichkina bo'lib kirgan bo'ladi. Eng qizig'i, samostoятельный kirolmaydi odam nikak, chunki mamlaqa ketgan uni menimcha kimdir orqadan itarib turish kerak, yaxshilab kirishi uchun. Va bilasizlarmi, u bola mamlaqa kirgan joy murskoy bo'lsa, bu yog'i женский tualet, o'sha oyoq kiyimim женский tualetda bo'lib qolgan, o'zi bu yoqda bo'lishi kerak. Yana oyoq kiyimini bir poyi shaharni narigi chetidan, dengizning yonidan topishgan va o'sha yerda u bolani mashinasini ham topishgan. U mashinada kaliti ham ichida bo'lgan, ochiq bo'lgan mashinasi. U bola o'sha sovuqdan vafot etgan bo'ladi. Militsiyalar bu voqeani noxush voqea deb aytadi, lekin ko'pchilik bolani qizlarni hojatxonasini ko'rmoqchi bo'lib trubaga kirgan deb aytishadi, lekin nikak u o'zingizlar tasavvur qilinglar, truba bilasizlar qanaqa ichi qanaqa axlat bo'ladi, nikak ko'ra olmasdi. Qaysi odam o'zini shunaqa qiladi. Haligacha bu voqeani oxiriga hech kim yetmagan. Может, u bola o'zi kirgan, может, kimdir itargan, hech kim bilmaydi. Bu voqeada fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Nima deb o'ylaysizlar, uni itarishganmi yoki u bola o'zi kirganmi? Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plyus qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr.